Assalomu alaykum. Bizning YouTube kanalida kuzatib boruvchilar, navbatda sizlarga 4 ta konditsionerni tanishtirib o'tmoqchiman. 4 talasi ham invertor bo'ladi. Narxlarini ham xudo xolasa zo'r chiqqan, narxlarini ham aytib o'taman. Kimga yoqqan bo'lsa, agar yoqsa video bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Daytel konditsionerimiz o'sha Xitoyda fabrichniy konditsioneri bo'ladi. Bu media keyin Hayerlar bilan bir xil urovenda turadigan kompaniya Daytel. Ham ishlashlari ham chotki bo'ladi, ham agregatlari ham e'tibor berasizlar. Mana ancha katta bo'ladi agregati. Hammasi 12 talik konditsioner, invertor motorlik. Xo'p, feniga keladigan bo'lsak, fenning usti gladki oynadan aboyli qilib ishlangan, gulli qilib oppoq fen turibdi, ko'rsalar bo'ladi. Mana bu yerga o'zining modellari bor. Xohlasalar videoni pauza qilib o'sha Google'dan ko'rsalar bo'ladi, narxlari necha pul turadi. Xuddi shuni mana qora fenligi bor. Kimga qora fenlik yoqsa, mana bu ham zo'r holatda turibdi. Atigi biro ishlatilgan konditsionerlar. Xohlasalaringiz bu biro ham ishlatilmagan konditsioner, bu Berk bo'ladi. Bundan 2 ta konditsionerimiz bor. Bu ham zo'r ishlaydigan konditsioner. Buni feni juda katta, qaranglar. O'shanga qarab havoni ham ko'p beradi. Xohlasalaringiz Berk, xohlasalaringiz Daytel, hammasi zo'r ishlaydigan, kafolatlari bor bo'lgan konditsionerlar 12 talik. Kimga kerak bo'lsa, narxlarini $300 dan berib yuboramiz. Yangilari baribir bilasizlar, qimmat turadi.